Ko'p savol bo'ladi. Bizda qaysi kategoriya avtomatlardan foydalanish kerak? Xonadonlar bo'ladigan bo'lsa B bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Bu yerda hozir men Sirojiddin foydalanganlar, bu yerda C kategoriyadan foydalangan ekansiz. Nimaga aynan C kategoriyani tanladingiz? Nimaga B emas, nimaga D emas? Oldin biz ham rozetkalar uchun C kategoriya, yoritish osvesheniyalar uchun B kategoriya qilardik. Endi hozir zamon rivojlanyapti, hamma LED yoritishlarga o'tib ketgani uchun ular ichida plastik kondensatorlari bor. Reaktiv quvvat oshib ketyapti. B kategoriyani kratnosida 3-5 barobar, C'niki 5 dan 10 barobargacha. B kategoriyali avtomatlar lojni ishlab ketib qoldi. O'shanga yoritish tizimlari ko'paygan sari biz ham sekin C kategoriyaga o'tishga majbur bo'lamiz zamonga qarab. Xuddi shu bizda ham xuddi shunaqa muammolar bo'lyapti. Proyektlarda bizda B kategoriya berib qo'yishadi, lekin biz C qo'yganda bizda ham tashlab joylar bo'lib qoladi. Ana shunaqa joylarda bizda D kategoriyadan foydalanishimizga to'g'ri kelyapti. Nominalni oshirmagan holatda tizimimizni himoyasini saqlab qolishimiz uchun. Shuning uchun tizimga qaragan holatda topish kerak. Ilgari biz освещение LED tizimlariniki 10 barobar kratnosgacha borgan bo'lsa, hozirgi paytda arzoncha LED mahsulotlarning orasida 50 barobargacha kratnos toki chiqib ketyapti. Aytib o'tish kerak, alohida biz C dan foydalanganmiz, hammasida degani bu B mutlaq yomon degani emas. Aytayotgandek, hammasini o'zi nominal bo'yicha kratnosi bor. 3-5 barobar B niki bo'lsa, C niki 5 dan 10 barobargacha, D niki 10 dan 17 barobargacha edi, adashmasam. Bu yerda hozir har bir kategoriyani o'zini ishlatadigan joyi bor. Mutlaq C ni ushlab olib yoki mutlaq D ni ushlab olib foydalanish kerak emas. Mutaxassis odamlarga murojaat qilsangiz o'zi kitob bo'yicha ham tushuntirib berishadi.